Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlarga avtovoronka orqali sotuvlar qilishni o'rgataman. Bu qanaqa bo'ladi? Avtovoronka bu ekspert hech kim ishlamaydi, faqatgina botlar, saytlar ishlaydi, reklamalar ishlaydi. Shu orqali sotuv bo'ladi. Odamlar yig'ilib siz produktingizni sotib olib turaveradi. To'lov avtomatik bo'ladi, sotuv ham avtomatik bo'ladi. Xo'p, bizda avtovoronka ishlashi uchun mana shu 4 ta etap bor. Reklama, landing page, undan to'lov bodiga o'tdi, to'lov botdan to'lov qildi va yopiq kanalga qo'shildi. Bular hozir hammasini qanaqa amalga oshirishni sizlarga o'rgataman. Juda ham oddiy, juda ham oson, lekin ishlatsa zo'r ishlaydi. Xo'p, birinchi bizaga reklama kerak bo'ladi. Reklama bu target yoqamiz. Ko'p holatlarda bizda target yoqiladi. Target reklamasi yonish kerak. Target reklamasi uchun bizaga kreativlar kerak bo'ladi. Target o'sha produktingizga mos, misol uchun arab tili o'rganish bo'lsa, arab tilini 25 kunda o'rganing, arab tili harflarini 30 kunda o'rganing, sizlarga o'rgataman, qo'shiling, arzon degan kabi reklama kreativlar ishlaymiz birinchi. Arab tilini o'rganmoqchimisiz, ammo talaffuzda qiynalyapsizmi? Bizning o'quvchilarimiz bir oyga ham bormasdan arab tilida o'qishyapti. Qanday deysizmi? O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi doktoranti ishlab chiqqan dastur bilan bu juda oson. Hoziroq pastki tugmani bosing va qo'lga kiriting. Kreativlar tayyor bo'lgandan keyin reklama yoqamiz. Xo'p, reklama yondi. Reklamani ko'rgan odam knopkani bosadi, подробный tugmasini bosgandan keyin bizda landing page ga o'tadi. Landing page degani bu sayt. Zo'r ishlaydigan instrument long read sayt qo'yishingiz kerak, ya'ni 10-15 blokdan iborat bo'lgan. Long read sayt qanaqa bo'ladi desanglar, uzunroq bo'ladi. O'sha sizni berayotgan kursingiz, produktingiz haqida ko'proq ma'lumot bo'lishi kerak. U yerda natijalari, odamlari siz kursingizni olgan, o'z kursingizda nimalar bo'ladi, qanaqa bonuslar bo'ladi, hammasini yoritib berishingiz kerak landing page da. Xo'p, reklamani ko'rdi, bizda landing page ga o'tdi, o'qidi, hamma narsani ko'rdi-da. Endi sotib olaman degan tugma qo'yib qo'yasiz landing page da. O'shani bosadi. Bosgandan keyin landing page bizda avtomatik to'lov botiga o'tish kerak. Telegramda to'lov botiga. Shunaqa ishlatganman men. Xo'p, Telegramda to'lov botiga o'tdi. To'lov botiga kirgandan keyin landing page da knopkani bosdi, to'lov botiga o'tdi. To'lov botga start beradi. Qanaqa to'lov qilish bo'yicha unga instruksiya kelib tushishi kerak. Ya'ni qanaqa to'lov qilish bo'yicha qo'llanma. Xo'p, start bosdi, qo'llanmani ko'rdi. Demak, haqiqatan sotib olaman degan pastda knopkasi bo'ladi o'sha to'lov botda. Sizlarga videoda chiqarib beraman. Xuddi shunaqa oldin ishlatganman bu narsani. Endi to'lov botidan o'qidi, kursga qo'shilmoqchi, knopkani bosdi va knopkani bosgandan keyin to'lovga o'tib ketish kerak. Bu to'lov botini programmistlar qiladi, unchalik qimmatga qilib bermaydi. Payme, uzum, kliklar bilan shartnoma qilsa bo'ladi. Buning uchun sizni shotingiz bo'lishi kerak, ya'ni YTT yoki MCHingiz bo'lishi kerak. O'shani shotiga ulab beradi. Knopkani bosgandan keyin uzum orqali to'lash, payme orqali to'lash, klik orqali to'lash degan knopka chiqadi. O'shani xohlaganini bosadi, unga karta kirgizib, sizni kursingizni aniq summasi belgilangan bo'ladi. Karta kirgizadi, to'lov qiladi. To'lov qilgandan keyin bot unga avtomatik unga yuboradi linkini, yopiq kanalli linkini. Bu yopiq kanalda sizni darslaringiz joylangan bo'ladi yoki darslaringiz endi joylanadi. Bu mana avtovoronka. Unga kuniga targetga $20-30 sarflab turib, zo'r natija olsa bo'ladi. Masalan, kuniga 10 ta sotuv bo'lsa, siz produktingiz 2000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 2 million sizga pul tushyapti. 20-30-50 dollar ketdi deylik. Qolgan summa o'zingizga foyda bo'ladi. Chunki siz hech qanaqa sotuvchi ishlatmayapsiz, hech qanaqa Telegramda copywriter ishlatmayapsiz, prodyuser ishlatmayapsiz. O'zingiz produktingizni sotib o'tiraverasiz. Endi aziz do'stlar, bu hamma produktga ishlaydi degan narsa emas. Asosan avtovoronka arzon produktlarga ishlaydi. Misol bo'lishi mumkin, $50 gacha bo'lgan produktlarga zo'r ishlaydi bu. Bo'lmasa ham ishlamaydi. Qimmat produktlari siz qimmat kurslar bo'ladigan bo'lsa, siz auditoriyani qizdirib, keyin sotishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam ular sizdan sotib olmaydi. Shunaqa. Biz ham o'tgan yili sotganmiz.
kim bilanligini aytmayman. 500 ming so'mni 300 ta sotuv bo'lgan. Yaqinda yana sotdik. 220 ta sotuv bo'ldi. U kursimizning narxi 200 ming so'mdan bo'lgan. Xuddi avtovoronka bilan ishlangan. Bitta o'zim mana shu narsalar ssenariylarini, saytda nimalar bo'lishi hammasini yozib chiqqanman, o'zim ishlaganman. Va bizda saytolog ishlagan. Targetolog reklamani yoqib bergan bo'ldi. Shu narsa ketib ishlab turaveradi. Juda ham ajoyib narsa. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Bu narsani qo'llab ko'ringlar, o'zingizlarning produktingizda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Gazini bosing.